Xuziston podshohi Xurmuzon asir tushganda uni Hazrat Umarning oldiga olib kelishgan. Xurmuzon aytadiki, bir soyada bir xurmoni ostida Hazrat Umar xipchinini uchab, qamchisini uchab uxlab turibdi ekan. Men ko'rib hayron bo'ldim. Qani Amirul Mu'mininning xizmatchilari-yu, navkarlari qani desam, bu odamga hech qanaqangi xizmatchi ham kerak emas. Buni bir qo'riqlab turishini ham kerak yo'q. Xotirjam bir xurmoni ostida rahbar odam uxlab yotibdi. Shunda Xurmuzon o'sha mashhur gapini aytgan. Adolat qilsan degan. Adolat qilsan, xotirjam ofiyatda bo'lsa, xotirjam uxlabsan deganlar. Men 4 ta Kisroga xizmat qilganman degan. 4 ta Kisroning xizmatini qilganman, lekin bu qamchi sohibichalik birortasida haybat ko'rmaganman degan. Adolat insonga mana shunday haybatni berar ekan. Adolat insonga mana shunday xotirjamlikni berar ekan azizlar. Hazrat Umar adolat qilganliklari sababidan bitta xurmoni tagida qo'riqchilarsiz, xizmatchilarsiz xotirjam uxlayaptilar. Demak, adolatda halovat bor ekan azizlar. Adolatda xotirjamlik bor ekan. Adolatda ikki dunyo saodati bor ekan.